Assalomu alaykum. Ismim Doston, familiyam Allayorov. Sirdaryo viloyati Guliston shahridanman. Toshkent shahridagi Adju universitetini 2020-yil, 2024-yilda qurilish muhandisligi fakultetini tugatganman. Hozirgi kunda Sirdaryo viloyati qurilish boshqarmasida inson resurslarini boshqarish bo'limi boshlig'i bo'lib ishlayman. Bu universitetni ko'rganimdan keyin o'sha hujjatlarni tekshirishga tushdim, to'g'rimi, qonuniymi? O'sha prezidentimizning qarori bilan ochilganligi uchun, Vazirlar Mahkamasining qarori ishlab chiqilgani uchun men sirazi buni tanlab kelganman, imtihon topshirganman. Hozir ham eslayman, o'sha kuni men maqsadim o'qishga kirish, oliy ma'lumotli bo'lish bo'lganda, o'sha o'qishga kirganimda xabarini eshitgandan keyin bu ham xalqaro universitet bo'lgani uchun, ingliz tilida darslar bo'lgani uchun, men hozir shu institutda o'qiganim uchun, Xudoga shukr, men ingliz til boyligim yaxshi. Hozir mana hozirgi ish faoliyatida ham kerak bo'ladi, xalqaro investorlar keladi viloyatimizga, o'shanda ular bilan bemalol inglizchada muloqot qilishga mana shu universitetdagi sharoit yordam bergan menga. Ba'zida o'sha qurilish obyektlariga chiqsak, o'sha poydevor qismi, o'sha poydevordan keyingi devorlarni qurish jarayoni, ularning tomlarini yopish, o'sha darsdagi bilimlarni eslayman o'shanda men. O'zi poydevor qancha bo'lishi kerak, poydevorning ichidagi mahsulotlar qanaqadan iborat bo'ladi, chunki o'zi bizga poydevor bo'yicha ham dars berilgan. Hozir ham chiqadi, uyda bir ikkita daftarlarim bor. O'sha yozganman, chizmalar chizganman, qancha bo'lishi kerak, balandlik, qavatiga qarab hamma so'zlarni yozib o'sha daftarni ba'zida obyektlarga chiqsam olib olaman. Concrete engineering deydi, o'sha beton ishlab, konkret so'zini tarjimasi beton. O'sha betonni ishlab chiqish, markalari qanaqa bo'lishi kerak, o'shalar o'rgatilgan. Hozir mana shu narsa qurilish obyektlariga chiqsak, so'rayman. O'zim uchun ham so'rayman. Qanaqa ishlatyapsiz, qanaqa markadagi, qancha hajmda g'ish uryapsiz devor qismiga, shularni so'rayman o'zim. O'sha darsda o'tilgan narsalar hozir o'sha meni qurilish joylarga chiqsam, shu narsalar xuddi o'sha darsda o'tilgan narsalar bo'lyapti hozir amalda. Hech kimga ayta olmagan gaplarim bordi, hali bu yerda domlalarga aytishim kerak bo'lgan. Darslardagi yana o'sha faollikni qaytishini xohlardim. Yana o'sha auditoriyaga, oddiy qilib aytganda auditoriyaga kirish, o'sha 1,5 soatlik darslarda qatnashish, domlalar bilan connect qilish, gaplashish, ulardagi bilimni o'zimga transfer qilish, shunaqa maqsadim qolgan.